Uzoq bu nima? Uzoq bu sizni va oilangizni tok urishdan himoya qiladigan, har bir xonadonda bo'lishi shart bo'lgan qurilma hisoblanadi. Biz loyihachilarning asosiy yo'riqnomasi hisoblangan shaharsozlik norma va qoidalari kitobimiz bor va shu kitobda ham berib o'tilgan, ya'ni har bir xonadonning kirish qismida 30 milliamperdan oshmaydigan uzoq qurilmasi o'rnatilish tavsiya qilinadi. Ahamiyat berish kerak, 30 milliamperdan oshmaydigan, sababi 100 milliamperligi bor, 300 milliamperligi bor va aynan insonni himoya qilish uchun bu 30 milliamperdan oshmaydigan uzoq qurilmasidan foydalanish kerak. Xo'p, uzoq qurilmasini xonadonga o'rnatish uchun oldida albatta avtomatik o'chirgich bo'lishi shart. Sababi bu ikki xil qurilmani vazifasi ham ikki xil hisoblanadi. Ya'ni uzoq qurilmasi bizda tok urishdan himoya qilsa, avtomatik o'chirgich bo'lsa, yuklama ortib ketishidan yoki har xil qisqa tutashuvlar sodir bo'lganda bu avtomatik o'chirgich bizni himoya qiladi. Agar shetimizda bu ikkita qurilma uchun joy mavjud bo'lmasa, bu ikkita qurilmaning funksiyasini bittada bajaruvchi differensialni avtomat qurilmasi bizda mavjud.